10 santimetr qoldirib o'lchayapmiz. Nimaga? Chunki oshqozondan 12 barmoq ichakka o'tadigan qism buralib joylashgan. O'zi anatomik shunaqa, tabiiy. Endi hozir zond ichkariga kirdi. Mana 3 minut, 5 minut dam oldingiz. O'sha oshqozondan 12 barmoq ichakka o'tadigan qism darvoza ochiladi hozir. Endi dam olganingizdan ochilgandan keyin sekin kiritamiz. Ozgina yutinish harakati qilib turasiz. Mana yuqoridagi kadrda men sizlarga to'liq tushuntiradigan bo'lsam, ko'pchilik bizdan so'raydi, mana shu zondni joylashtirayotganingizda oshqozonni ichida zond buralib qolmaydimi? Qayerdan bilasiz? Что 12 barmoq ichakka tushganingizni degan savollar juda ko'p keladi. Buni bitta qilib aytadigan bo'lsak, oshqozon ichiga tushgandan keyin zond bir 3-5 daqiqa dam oldirilsa, pilorex sfinkter avtomatik tarzda ochiladi. Chunki oshqozon ichida уже yot jism. Bu bo'lishi mumkin, ovqat bo'lishi mumkin edi. Bu yerda endi bizda sharoitda zond. O'sha darvoza pilorex sfinkter ochiladi va 12 barmoq ichakka biz zondni osonlik bilan kiritamiz. Buni zond kiritayotganda osonlik, ya'ni bir tekis joylashuvi, zond orqaga qaytib ketmasligi, shunga o'xshagan holatlar bilan biz zondni to'g'ri joylashganini bemalol aniqlab olamiz.